Xo'sh, hammaga assalomu alaykum. Aloqada Samiflar oilasi. Bizdagi yangiliklar haqida sizlarga aytib o'tmoqchimiz. Yaqinda Xitoyga borib keldim. Asosiy borishdan maqsad nima edi? O'zbekistonda sklerodermiya kasalligi deb chiqarib berishdi. Lekin ba'zi bir toshmalar, og'riqlar bu kasallikka tortmadi. Biz analiz javoblarini ko'pgina davlatlarga jo'natdik, shu qator Xitoyga ham. Xitoy bizni chaqirdi. Shunaqa apparat bor ekan, bu apparat sistemli kasalliklarni tekshirib bera oladi va aniq tashxis chiqarib bera olar ekan. Shu uchun Xitoyga borib keldim va aniq bizga tashxis chiqarib berishdi. Bu sklerodermiya emas 100%. Bu krasnaya volchanka, ya'ni bu ham sistemli kasallik va u ham xuddi sklerodermiyaga o'xshab bir organdan keyingi organga o'tadigan kasallik ekan. Chunki birinchi bo'lib hujum qiladigan narsa bu pochka. Undan keyin o'pka, undan keyin yurak mana ketaveradi. Krasnaya volchanka chiqarib berishgandan keyin Xitoy bizda bunday davosi bor, ya'ni hujayra ko'chirish, стволовые клетки, пересадка стволовых клетках degan narsa ekan. Uni har bitta inyeksiyasi 13,000 AQSh dollariga tushyapti bizga. 3 ta inyeksiya olishim kerak. Shuning o'zi 9,000 bo'ladi. Va bizga yaqinda invoice tashlab berdi. 2 oy lecheniya davom etar ekan. Bu yerda yotoqxona, turish, ovqatlanish, dialez, tabletka, ukollar har xil tayyorgarlik jarayoni bo'ladi narsaga. Va mana shu inyeksiya bilan chiqib aytganda 56,600 AQSh, 56,400 atrofida AQSh dollar bo'lar ekan. Bizda birinchi zibordan yig'ilgan pul, ya'ni so'mda va dollarda общий summa 30,000 AQSh dollariga yaqin pul bor. Samiflar oilasi, sizlardan yana bir marta iltimos qilib qoladigan joyimiz, bizga mana shu hozir 30,000 AQSh dollariga yaqin pul bor va bizga yetmayotgan mablag' 26,000 AQSh dollar. Endi har xil yo'lni qidiryapmiz. Agar kompaniyalardan qanaqadir shartnoma chiqsa, shart chiqsa, ularga ham rozimiz. Yoki kimdir ehson qilmoqchi bo'lsa, kimdir kartaga to'lov qilsa, unga ham rozimiz. Qisqacha qilib aytganda, bizda hozir vaziyat shunaqa. Shuncha pul yig'ilgani uchun va boshqa shunaqa yordamlaringiz uchun katta rahmat. Agar sizlar bo'lmaganlaringizda menda hozirgi sog'lik ham bo'lmasdi. Hozir yig'ilgan mablag' ham bo'lmasdi. Qisqacha qilib aytganda, boringizga shukr. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.